Mana egalari qo'ylarni ko'ringlar, qo'ylar alohida. Uyga borsangiz ham shu qo'ylar bozorga olib chiqishgan ekan. Bugun xudo xolasa alohida obzor qilib chiqaryapmiz. O'zlarinigini nechta? 7 dona qo'chqor. 7 dona qo'chqor ekan, 7 dona qo'chqor. Holati zo'r akalar, xudo xolasa. Uyda yana bor, cheklanmagan miqdorda yetkazib beraveramiz deyapti. Vodiy bo'ylab dastlabki agar kelishib qolsalaring, Toshkentda ag'iga, vohaga ham dastlabki qilib beriladi. Aka, nech puldan bo'lyapti? Aka, bachadasi 4 milliondan. 4 milliondan? Nech puldan deringiz aka? 4 milliondan berib yuboramiz bir joyga. 4 milliondan bo'lsa bir joyga. Tanlab olishga kelishamiz. Tanlab olishga kelishiladi, ozginadan qo'shib berasizlar. Ochmog'i garantiya. Yeganiga, ichganiga bir hafta garantiyami aka? Bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. Hozir nomerlarni olamiz, qo'ylarning holatini yaxshilab ko'rsatib aka, tirik vesga necha kilodan nima beradi, xudo xolasa. Qaragasini esa yaxshi. Eti yaxshigina, lekin ham qo'ylar yaxshida. Yemayib turgan qo'ylar ekan, ehsonchilarga juda zo'r bo'ladi. To'yga, bitta to'yda xudo xolasa yaxshi qilib o'tkazib Nomerni ayting aka. 90lik 360 20 ga mana akamizga telefon qilaverasizlar. 7 dona qo'y, hammasi sog'lom, zo'r holatda sotiladi. Inshaalloh manfaatli bo'lsin. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysiz.